Assalomu alaykum akalar. Bugungi videomiz gidroponika usuli bo'yicha bo'ladi. Gidroponika ma'lumotlari bo'yicha bo'ladi. To'liq shu gidroponikani qanday qiladi, qanday qilsa yetishtiradi, uy sharoitida qanday qilish kerak, shular haqida to'liq ma'lumot taqlaymiz, qo'ldan kelgancha qilib. Professional darajada olib boramiz. Ya'ni lyubitel darajasidan sal yuqoriroq darajaga olib chiqamiz shu gidroponika usulini. Uy sharoitida ko'raverasizlar. Bemalol hozir shu haqida to'liq video qilamiz. Qovurjon aka, bu haqida endi bitta tushuntiring aka. Gidroponikani. Mana shu gidroponikamiz, mana qarang, mana bu pechkamiz. Mana shu 17 gradusda hozir ishladi. Mana 1708 bo'lib ko'rsatyapti. 19 gradusga chiqqandan keyin o'chadi avtomatik. Temperaturani bir xilda ushlaydigan pechgacha mana shu. Shu ha? Hozir mana 18 ga chiqdi, borib 19 ga borgandan keyin o'chadi bu. Avtomatik. Avtomatik. Mana o'g'limizga bugun 8-kun bo'ldi mana bu holga. 8 kunda shunchalik bo'ldi. Bunga 8 kunda ya shu. Mana 7-kun, bu 6-kun, bu 5-kun. Mana bu 5-kun. Ha. 5 kunda shunday bo'lib kelyapti. Ha. Keyin mana ular endi bu yoqqa chiqarilganida, mana ular kecha yerga chiqarilgan, mana u kechadan oldingi kun chiqarilgan, bu kecha chiqarilgan mana bu. Buni usti mashina yopib qo'yilami aka? Ha, mana u bunchalik, mana bunchalik bo'lguncha usti yopiq turish kerak. 5 kunligigacha yopiladi, ha? Shunday. Keyin yopiladi. Mana unda 2 kun turganda bunda ibitiladi. Dimlanadi. Yo'q, suv yo'q hozir. Suvda 1 kun turadi. Suvda 1 kun turadi. Suvdan 1 kun turgandan keyin chiqarasizda, mana unda idishga solasiz. Bunda hech qanday suv hech narsa yo'q, ha? Yo'q, mana suv ham yo'q. Mana shuni ichida shunday qilib turib dimlab qo'yasiz, mana o'zini pariga ishlashni boshlaydi. Mana o'zini ishlashni boshlagan. Ko'ryapsizmi? 2 kun ichida ishlab qo'yibdi-ku bu. Mana shunda 2 kun bunda turgandan keyin mana bunga olinadi. Mana bugun mana kechqurun mana bunga olaman bugun. Bu bo'sh xaltnaqaga olinadi, bo'sh idishga bugun olinadi-da, yoyilib chiqiladi. Keyin mana bu kecha olingan narsa mana. O'sha nishi qanchalik katta olib qo'ygan. Makka bug'doy aralash, ha bu? Ha, kecha olingan. 2 kilodan qo'yilgan. Mana bu kechadan oldingi. Har bitta pallaga 2 kilodan ketadi. Ha, 2 kilodan qo'yilgan. Keyin mana bu ustini yopib qo'yganimizki, mana bu qorong'ilikda 2 kun, 3 kun mana shu o'zini o'sib mana ko'targuncha qorong'ilikda turish kerak. Keyin bu o'sib mana bunday bo'lib ko'tarib kelguncha turaveradi, ha? Turish kerak. Shuncha mana qarang, sarg'ayib ko'karadida. Keyin birdaniga mana qilib turib o'sishni boshlaydi. Bungacha mana bunday turaveradi. Ha, shunday turaveradi. Mana bu narsalar qiziqda. Bu nima narsalar aka? Mana bu mana tagida plastikdan qilingan. Oddiy plastik, ha? Oddiy plastik, patoloshniy. Ular parda karniz. Mana ash karnizdan kliylab, akfiks bilan kliylab chiqilgan. Akfiks bilan. Keyin mana bunimizni tepadan suv quyiladi. Mana hozir suvni qo'yib ko'rsatamiz. Mana bu turgan holda bunday qilib suvni quyib olaverasiz. Mana shunday qilib chekadan. Mana shunday ketaveradi. Bunga suvni quydingizmi? Har ikkitasiga quyganingizdan keyin mana sizga osonroq bo'lishi uchun men yerga quyib bersam, mana hozir bundan tushgani bunga tushadi. Ha, bundan o'zi tomchilab, ha? Tomchilab bunga tushadi. Bundan kelib turib suv mana bu yerdan quyiladi, asosan, ha? Boshidan quyiladi. Qo'lni namlatib, ha? Nam bo'lib, oxir teshikka kelib, ha? Bundan tushadi. Bundan tushadi. Keyin bundan tushib bunga yuradi. Ha. Avtomatikda xulosa. Keyin unga yurib, bunga yurib kelib, mana bunga tushib turib, tog'origa tushib keladi. Oxiri? Ha, mana bunga tushadi-da. Oxiri tushib keladi. Qo'ya, mana shunga tushib turib, bunga tushadi. Mana aka. Mana shu yerga hozir bunday qilib qo'yib yuboramiz. Ko'rasizlar. Tushishini. Mana. Hozir ko'rasiz. O'zi tushib kelaverar ekan-da. Ha. Mana. Ana shunday suv tushib, ana shu bitta idish chiqib qo'yiladi, shu idishda tushib ketaveradi bu yoqqa. Avtomatik shu tepadan hammasi ichida suv qolmaydi-da, namlik qolsa umuman qolmaydi. Ana plastik ham ushlamaydi namlikda. Yo'q. Avtomatik qo'yib yuboraveradi. Tagi qurib qolaveradi. Keyin mana shu xonaga hozir 1 milliondan oshiq ketib qoldi. 1 million 150 mingmi, 1 million 200 ming atrofida ketdi. Plastik, karniz olindi, turba olindi, ugalog olindi, yog'och, DVP. Keyin mana bu narsa. Mana hozir 71% turibdi namlik. Xona harorati xona harorati 17 gradus mana.
71% namlik ekan. Bu hozir 1% namlikka ko'payib ketdi. 70 dan oshmaslik kerak. Shu paytda mana bu ishlatiladi mana. Mana bu filtr. Nima ishlatib qo'yasiz? Bunaqa joyi ham bor ekan akalar. Bu xonani shamollatadi. Shamollatib namlikni qayta chiqaradi. Namlikni yo'qotadi. Namlikni yo'qotadi. Keyin shu 70 dan oshmaslik kerak. Prosta qoyil qolyapsizlarmi? Ha. Men qoyil qolyapman. Sizlar Keyin mana uni keyin namlik joyiga tushgandan keyin nima qilib o'chirib qo'yamiz. Bu o'zi o'chiradi. Bu qo'lda, ruchnoy bu. Bu ruchnoy. Qolgan hammasi avtomat, ha? Mana bu avtomat. Bu ham avtomatik. Mana hozir o'zi yonib o'zi o'chiradi. 19 ga borsa, o'chadi. 19 ga borsa o'chadi o'zi. O'zi, ha? 18 bo'libdi. 19 ga borsa o'zi o'chadi. Mana bu ham avtomatik ko'rsataveradi. Ko'rsatadi. Mana 71% hozir 17,1 gradus xonaning issiqligi, 71% namlik. Keyin mana bu lampochka nimaga qo'ygansiz? Katta lampochka. Lampochka yorug'lik yetmay qolsa, yorug'lik kerak bo'ladi-ku, mana misol uchun o'sish uchun yorug'lik kerak. Mana shuning uchun. Keyin o'sish uchun yorug'lik. Yana bir narsa, mana hozir ko'karib chiqdi-ku. Ko'karib chiqqandan keyin mana uning ustida mana bu bilan sachib bo'lmaydi bu narsa bilan. Buni qachonki mana shunchalik bo'lguncha, mana shunga hozir mashinada sachish mumkin. Sababi sachilaveradi, ha? Mana shunga bunday qilib sachib chiqasiz. Buni oqib ketmasligi uchun. Keyin hozir endi bu sababiki bunga sachishingizni, mana unga sachmasligingiz sababini aytib beraman. Mana uning ichiga mana taydan vitaminlar chiqib boryapti-ku tanasida. Shu vitaminni mana bilan sachsiz yuvib yuborasiz. O'sish sekinlashib qoladi. Mana unda sachishingiz mumkin, chunki buni betida hozir namlik bo'lib turadi, tomiri ortib olguncha. Nam tortish kerak-da mana unga. Keyin buni tomir ortib olgandan keyin faqat suv quyib qo'yasiz mana yerdan. O'shada bo'ldi. Ammo unaqa qilib sachish shart emas. Demak, buni ustiga suv qilish kerak emas, faqat quyib qo'yiladi, xolos. Shu bir chekalardan aylantirib quyib qo'yiladi. Mana shular chiqqanlar faqat tomirga suv beriladi-da. Tomiriga. Hozir uni yuvib yuborasiz-da, mana shuni o'zining oziqasi-da mana shular. Shuni yuvib yubormaslik kerak. Shuning uchun-da, ha. Mana xullas mana shu turgan holda mana shu ham kechaga qo'yilgan. Bunga mana suv quyganimizdan keyin polniy suv tegmasligi mumkin-da. Shuning uchun mana shu narsa bilan shunday qilib sachib chiqasiz, mana namlab ustini mana. Ko'ryapsizmi? Mana shunday qilib namlab chiqaveradi. Hamma ham oqizib bormaydi, nima qilmaydi, zarar yetkazmaydi, ha? Mana shunday. Mana ketdi. Qachonki mana unchalik bo'lguncha. Mana shu darajada, ya'ni 5 kunlikkacha, ha? Yo'q, bu uje qarang-da. Mana bu 3-kun, mana yerdan tashqarida hisoblasangiz 3-kun. Mana chiqqani mana qarang. Buni kecha qo'ygan mana. Bu kechadan oldin kuni mana 3 kun bo'lyapti. Yo'q, tashqariga chiqqaniga 3-kun bu. Bu tashqari 3-kunda o'zi shuncha bo'lib ketdi. 3-kunda shuncha. Qo'y. 2 kun mo'lunda turibdi. Shu bilan 5 kun bo'lyapti. Bu bilan 5 kun, ha. Buni 2 kun mo'lunda ham hisoblasangiz 5 kun. Bo'lmasa tashqariga chiqqani bu 3-kun. Mana 4-kun, mana 5-kun, mana 6-kun. Demak, Qobiljon aka shu bug'doyni toza bug'doyni olib shu yuvib chiqarib qo'yga berguncha 8 kun vaqt ketadi. 8 kun vaqt ketadi. Sabab 2 kun mo'lunda to'g'rida ham turadi, dimlanib. 8 kunda bug'doy yeyishga tayyor bo'ladi, ha? Yeyishga tayyor bo'ladi. Endi yeyish qanday bo'lyapti qo'ylar? Yeyishi berib ko'rdik. Zakonniy yeyishi. Xullas mana 2 kilo yutganimiz, 2 kilo yutganimiz. Endi birinchi kunda biz tortib ko'rdik, 7 kunda oldik. 2 kunda 2 kiloyimiz 12 kilo bo'ldi. 7 kilosi. Yo'q, 2 kilosi 12 kilo bo'ldi. Bu degani 6 kilodan ko'paydi deganida har bittasi, ha? Har bittasi 6 kilodan ko'paydi. Endi mana bugun mana tortib ko'ramiz. Hozir tortib ham ko'rsak bo'ladi. Mana aka. Kiloga, ya'ni 2 kilosi necha kiloga o'zgarishini ham ko'rsatyapmiz, ha aka? Mana 2 kilo taroziga shunday qo'yildi. Mana 11 kiloyi 40. 400. 11 kiloyi 400 bo'ldi. Bu 2 kilomiz. 2 kilosi, ha? Shundan 1 kiloyi 300 mana bu idishchamiz, polkamiz. Toza 10 kilo bor ekanda. Toza 10 kilo bor. Hali lekin bu yana turadi, ha? Yo'q, bugun berishni boshlaymiz buni. Bu bugun beriladi, ha bu? 10 kilo bo'pti mana bu. 5 kilo toza borda. Toza 5 kilo bo'pti. 5 kiloga o'zgaribdi bu. Shunday. Mana endi tomirini ko'rsatamiz. Bu degani 1 kilo bug'doyingiz hozir 4,5 ming bo'lsa, bu degani 1000 so'mdan tushib qolibdi-da, na aka? Oziq, ha? 1000 so'mdan tushib qolibdi. Voh, bu tomir. Mana aka. Aytganimizdek, mana tagida nami yo'q. Tagi ham top toza bo'lib
Bu endi aka buning tarkibida nima bor o'zi? Nima qo'yga endi misol uchun shuncha harakat qilib, shuncha pul sarflab qo'yga qanchalik foydasi bor endi buni? Endi bu qo'yga xullas qarang. Bug'doyni shunday quruq o'zicha bersangiz, o'zining tanasiga 35% vitamin olar ekan. Bug'doydan? Bug'doyda. Agar uyutib bersangiz, qaynoq suvda uyutib bersangiz 55% olar ekan. Tanasiga tarqalar ekan 55%. Agar mana qiltirib gidroponika qilsangiz 95% o'zining tanasiga vitaminni olar ekan. Yo'q, 95%. Ana shu foydasi. Shu mana bug'doyda shunday quruq o'zini berib yuborsangiz 35% tanaga tarqaydi, qolgani hazm bo'lmasdan axlat bilan chiqib ketadi. Uyutib bersangiz sal yumshaydi-ku, hazm bo'lishi osonroq bo'ladi-da, 55% ga tanasiga oladi. Ammo unda 95% olar ekan. Foydasi shu. Asosiy foydasi. Mana hozir 2 kilo narsamiz 10 kiloga ko'payibdi. Bu degani akalar 1 kilo bug'doyingiz hozirgi kunda 5000 deb hisoblasangiz ham, bu degani 1 kilo bug'doyingiz 1000 so'mdan tushyapti degani. Endi bitta qo'yga necha kilo yeyapti bittasi? Necha kilo bilan qo'ylar zakonni bo'lyapti? Xullas har bitta qo'yga 1 kilodan berilishi kerak mana shu. 1 kilo bo'lsa o'zi bitta qo'yga dastlashna bo'ladi, ha? 50 kilodan oshiq qo'yga misol uchun mana shu qo'y, mana shu qo'y mana 46 kilo ekan. Mana qo'yda bunaqasi ham bor. Mana shu qo'yga 1 kilo, ha? 900 grammlar beriladi. 46 kilo ekan bu. 900 grammlar. Shu yetadi bitta qo'yga. Bir kunligiga. Bu naryoqdagi 60-50 dan oshiqlarga yuring, ko'rsatamiz. Mana bu qo'ylar 63 kilo. Mana 63 kilo. Mana bunga 1 kilo 100, 1 kilo 200 berilishi kerak. Mana bu 67 kilo. 67 kilolik bu qo'yga 1 kilo 200 shu kilosiga qarab, xullas 50 kilolik qo'yga 1 kilo berilishi kerak. 50 kiloga 1 kilo, ha? Bundan ham zo'r foyda, ha? Bu tomondan ham foydasi bor. Yana boshqa narsa ham beryapsizmi qo'ylarga? Qo'yga yerim qo'ya beriladi, abitiga, kechquruniga bu. Asosiy ovqati endi gidroponika bo'ldi. Ha. Shunday. Nazi va hali gidroponikada o'zgargan qo'ylarda ham, ya'ni shu gidroponika bilan boqilgan qo'y, misol uchun 2 oy boqilamiz, 3 oy boqilamiz, o'sha oxirgi natijasini ko'rsatamiz. Hozir mana qo'ylar kechadan boshlaganda endi? Yo'q, bugundan boshlanadi. 15-martdan. Ha, u kuni biz berib ko'rdik, yeyishi zo'r. 15-martdan boshlanadi. Endi shu bilan yozning o'rtasiga qo'ylarning bunaqasini kilo bosishini ko'ra olamiz. O'tgan videomizda ko'ringan bo'lsa, tuzni qaranglar qancha edi. Mana bu videogacha shuncha qilib qo'ydi. Bitta tuzni shuncha yeb tashlabdi. Ha. Keyin mana tuz ham isrof bo'lib ketmagan, ha? Ha, isrof bo'lib ketmagan. Tuz isrof bo'lib ketmagan mana. Haqiqatan. Tuz isrof bo'lib ketmaganda. Asosiysi shu, ha? Ekonomika ham foyda, ham toza qo'ylar. Mana hozir ob-havo yomg'ir, har kuni har yerda yomg'ir. Odamlar qo'ylari shiltada yotibdi-da. O'zim ko'rib yuribman, lekin mana qo'ydi tagi quruq qo'ylar ham quruq mana. Qancha toza bo'lsa qo'ylar. Yaxshilikdan saqlaydi. Mana qo'ydi junlari ham olingan. Ha, qo'ylar lekin qo'ylarga umuman bilinmagan. Qo'ylar zakonni.